O'sha AQSh ko'z tikayotgan Grenlandiyani sotib olish mumkinmi o'zi? Xo'sh, unda sotilsa qancha turadi? Ekspertlar Grenlandiyadagi tabiiy resurslar va yerning qiymatini 1 trillion dollardan 4 trillion dollargacha baholab keladi. Biroq bu boyliklarni o'zlashtirish xarajatlari nihoyatda katta bo'lgani sababli yakuniy narx sezilarli darajada arzonlashadi. Prezident Donald Trump AQSh davlat kotibi Marko Rubioga yaqin haftalar ichida orolni xarid qilish bo'yicha taklif tayyorlashni buyurishga ulgurdi. Washington ehtimoliy asr savdosi uchun 700 milliard dollargacha to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Qayd etish kerak, AQSh avval ham Grenlandiyani sotib olish masalasini ko'rib chiqqan. Xususan 1946-yilda 100 million dollar, bugungi hisobda qariyb 1 milliard 700 million dollarlik rasmiy taklif bildirgan edi. Daniya esa bu taklifni rad etgan. O'sha paytda bu summa AQSh yalpi ichki mahsulotining 0,04% ga teng bo'lgan. Hozirda shunday nisbat taxminan 1 milliard 200 million dollarga to'g'ri keladi. Grenlandiya Daniyaga qarashli, ammo o'zini o'zi boshqaruvchi hudud. Orol aholisi roziligisiz hech qanday savdo bo'lishi mumkin emas. 21-asrda hududlarni sotib olish amaliyoti hozircha kuzatilgani yo'q. Bu mustamlakachilik sifatida baholanadi. O'z navbatida grenlandiyaliklarning aksariyati Daniyadan uzil-kesil mustaqil bo'lish g'oyasini qo'llab-quvvatlashiga qaramay, AQShga qo'shilishga mutlaqo qarshi.